Ağalar, sezonunda bo'lmagan yangilikni aynan sizlar uchun sezonunda qilib beracakmiz. Menimcha bu brendni tanimidon, bilmidon mijozlarimiz bo'lmasa kerak. Aynan Montana Turkiya mahsuloti bo'lgan originalini, ağalar sizlar uchun originalini eng minimalniy bahoda, ya'ni Turkiya sportni o'zida qilib beramiz. Videoni o'tirib bermay oxirigacha ko'ramiz. Azamata, o'zingiz bir tanishtirib o'ting esa. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, mijozlarimiz. Montana original, Adidas original sportkalarimiz Turkiya mahsuloti bo'ladi. 900-950 1 million satilgan sportkalarimizni sizlar uchun 720 ming so'mdan qo'yib beracakmiz. Qaranglar, Montana'larni o'zlaringiz bilasizlar, originali bo'ladi. Narxini 720 ming so'mdan bemalol kelib olsangizlar bo'ladi. Yine içan tarafından bir ko'rsatali. Original, orijinal deb qo'ydi. Made in Turkiya. Strik kodlar bo'ladi, QR kodlar. O'zin bemalol girib ko'rsangizlar bo'ladi. İçinden originali bo'ladi. Yupqa emas, arzon narsasi emas, doğrusu. Bu narsamizni qaranglar, seri sveti bor. Originalni seri sveti, temnisini, skromli narsamiz, xo'shray svetlari. Keyin yashil svetlar ham bor, yashil ham chotki, trikolari qora bo'ladi. Trikolardan bir maqtayıq, trikolardan bir maqtayıq, trikolar ham chotki bo'ladi. Pastlari ishunli yipli bo'ladi. Originalda bo'ladi. Konkret narsamiz. Bu narsamizni yashili, serisi, svetlari, temnisiniga oqlisam bor. Bom skromli modellardan biri, xo'shray go'zal svetlardan biri. Hazırlıkça bor, razmer topib beramiz. Razmerlari 52 dan 60 adım bo'ladi. Originalda bo'ladi. Keyin bunda Montana'ni temnisiniga serili sanmayna. Bu ham xo'shray svetlardan biri. Eng qadavoylarni oldirganmiz, lekin narxini o'zlaringiz bilasizlar. 900-950 1 million satilgan. Sizlar uchun 720 ming so'mdan qo'yib beramiz. Bemalol solishtirib, ko'rib, boshqa yerlar bilan kelib, eng oxirida kelib ham bizning o'zlarimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Aynan sizning o'zingizda shu Montana o'zidan bo'ladigan bo'lsa, kommentariy o'zingiz fikringizni yozib o'ting. Necha yildan beri kiyasiz aynan shu Montana? Shu originali. Shu sizlar so'rab, sizlar kutib turgan original Montana bo'ladi bu narsamiz. Qaranglar, agar bizlara pochta desangizlar, bemalol BTS pochta orqali chiqarib bersak bo'ladi. 12 viloyat ham dastavkamiz bor. Keyin qaranglar, agar bizlara shunday narsamiz kerak desangizlar, biz ham manzilimizni aytamiz. Biza shaharning qoq markazida joylashgan do'konimiz Turkiya Sport deb yozilgan. Turkiya Sport deb yozilgan do'konimizda shahar arxivni yonboshida bo'ladi. Sapata dükkanın özünde bo'ladi. Telefon nomerlerini qoldiramiz. Bemalol telefon ursanızlar bo'ladi. Adres tushuntiramiz. Agar BTS pochta orqali bo'lsa, chiqarib beraveramiz. Dastavkamiz baxuda xolasa. Bemalol xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Agar qaranglar, Montana'ni Adidas'lar desangizlar, Adidas'lardan bemalol olaverasizlar. Turkiya mahsuloti Montana Adidas originallarimiz bo'ladi. Oqa temnisini xo'shray svetlardan biri, keyin trikolardan bir maqtayıq sizlara, İçləri ham chotki bo'ladi, trikolar ham go'zal. Bu narsamizni giymagан og'alarimizni o'zi bo'lmasa kerak. Yiplarni ham e'tibor berasizlar. Vobshim chotki narsamiz, Adidas'imizni. Bu narsamiz biroz vaqt xizmat etib beradigan sportkalarımızdan bo'ladi. Razmerlari 5 dan 10 adım bo'ladi. Hozirlikcha razmerimiz baxuda qalasa. Keyin bunda skromlini yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun temnisini seri palasalı bak, bam xo'shray trikosi ishini palasada o'tgan bo'ladi. Keyin bunda seriga temnisini kambreyni samba trikosi ham ish svetda bo'ladi. Keyin bunda neobishini yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun yashila temnisini chiziq ham ishini bo'ladi trikolari. Xudo xolasa Turkiya mahsuloti sizlara doğrusu 900-950 1 million satilgan sportkalarimizni 720 ming so'mdan qo'yib beracakmiz. Turkiya sportkalari bo'ladi, originallari bo'ladi. Bemalol telefon arasida, kelaverasizlar. Hammangizni Turkiya Sportda kutamiz.